Birgalikda nonushta bugungi kunimiz boshlandi, Xudo xolasa. Yağmur yağıyor. Hiç başarılı bir değil yani. Biz hep spaldayız. Assalomu alaykum. Yana bir bor mana bugun Xudo xolasa Draitsinen sayohatimizni boshlaymiz. Mana yo'lga chiqdik. Ikkinchi kun albatta. Kechagi kun juda ham yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Qalay bo'ldi sizlarga? Zo'r bo'ldi, kecha mazza qildik. Davom ettirishga ketyapti. O'zbekiston olg'a! İtalya'da. Shveysariya olindi, Avstriya olindi. Endi Italiyaga keldik mana Xudo xolasa. Chamandiriya. Perdasın tarsa gör, ay bir ya. Perdasın tarsa gör, ay bir ya. Sondırya. Çemen içinde bir gül. Gül bir ya, çemendir ya. Yüzünge can bile tabandaman Mehri revşendir bütün tabandaman Mehri revşendir bütün tabandaman Kürgeli yüzün gülistanın közüm Zavuk birle gül kökün kurhandaman Zavuk birle gül kökün kurhandaman Al-Biruni al-Kharazmi al-Farah al-Adnan Asli nesli belki derhan belki derhan Özbegim Kayser Rum neyzesidir Bağrına da huzrada Çingiz'u Batutli'de Kıbrıs'ı kalkan Özbegi Draitsinen sari yo'ldamiz. Birinchi tanaffus bekatimiz. Ko'l bor ekan, juda ham chiroyli. Go'zallik. Mana shu yerda ekan. Wow. Bu yoqda Davron akam har doimgidek o'yinchoq o'ynashyapti. Davron aka, nima o'yinchog'i? Bu dron.
Qani? Ana. Ay, ana. Zo'r chiqsa kerak, ha? Aşıkların hayranı aşkında yana yana Kırap koysan ne buldu divane Mana checkpointga keldik, parkingga. Endi bu yog'iga kartani tekshirib o'tkazishadi bu yog'iga. Hay hay sana O'tyapti. Chiqishimizcha ham 15-20 minut vaqt ketsa kerak edi. Draytsinnen tog'ini ustida demak parkovka bor, avtoturargoh. U yerga kelish uchun biletni oldindan sotib olish kerak. Ya'ni onlayn olish kerak. Ana undan keyin pastda tekshiruvdan o'tgandan keyin yuqoriga ruxsat beriladi. Biz hozir mana asta sekinlik bilan ko'tarilib boryapmiz. Mana yana bitta checkpointga keldik o'zi. Manimcha bu yerda ko'rish kerak ham kartalarimizni. Ha, ular o'tdi ana. Uni tekshirardi ekan, apparatni tekshirardi. Tekshiruvdan o'tdik. Mana endi sekin asta tog'ni eng yuqori cho'qqisigacha mashinada borishimiz mumkin. U yerga qo'yganimizdan keyin Draytsinnen 3 ta qoyani atrofini Xudo xolasa ob-havo yaxshi bo'lib turadigan bo'lsa, yurib, sayr qilib, aylanib chiqamiz. Inshaalloh. Orası çıkar abi. Telefon düşmez. Xudo xolasa mana yetib kelishimizga ozgina qoldi. Yana 2 marta yuqoriga ko'tarilsak, Park Platzga yetamiz. Bu yerda to'xtash uchun demak 40 yevroga onlayn bilet sotib olish kerak ekan. Mashinalar juda ko'p. Yuqorida 2-3 qismlarga bo'lib joylashtirishyapti. Yigitlar yetib kelishdi mana, tayyorgarlik bo'lyapti. Asta sekinlik bilan Xudo xolasa sayr sayohatimizni boshlaymiz. Vau, mana buni qaranglar. Ajoyib go'zallik. Boshlandi safar.
Borku. Internet borda ishlayapti. Bilan aniqlab beringchi. Nega? Shamol toshlarni har xil qiyofaga solibdi-da, mana shakllarga. Yigitlar bilan mana hali ham 2-3 soatlik yo'ldamiz. Aylanib chiroyli joylarni tomosha qilib yuribmiz mana. Oh, go'zallik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'ya toshlarni bir olib qo'ying. Qarang, kusa kesilgan. Ularni oldim. Shamolni formatsiya qilganini qarang. Shaklda. Ha? Oxirgi qadamlar. Ravshan qalay? Zo'r, alhamdulillah. Ukamjonim. Okey. Keldik, xudo xolasa. Mana. Yigitlar g'orni ichida ham aktiv rasm nima qilish bilan mana bu yerda qanday ko'rinishga ega ekan mana ko'ramiz mana sekin astalik bilan san naryoqqa chiqing. Oo! Mana bu go'zallik bor ekan, g'or ichidan ko'rinar ekan. Men ham chapaqay. Be careful, people. Be careful. Very dangerous. Do you need help? Biz asta sekinlik bilan mana qaytishga tushdik. Yo'limiz 2-2,5 soat davom etar ekan yana tushish. Suv keladi mo'ridan. Mo'ridan ham naridan. Bir ajoyib video bo'lyapti, omali bolalar. Hali bu yoqqa, hali bu yoqqa. Yesga kiymayapti, o'sha narsa. Gruppa ilon izi bo'lib asta sekinlik bilan kelib kelyapmiz. Mana bu yerda mana haqiqiy go'zallik bor ekan. Davron aka sразу ko'lni ko'rib o'zlari tushib ketishdi-da, chaqirib. Men mana qara deyishdi mana. Voy dod. Juda ham go'zal. Mana bu yerda bitta chiroyli narsani ko'rib qoldik. Ha? Mana bu 3 ta qoya, yana buni ustiga ozginagina kichkinagina ko'lmak. Mana shu ko'lmakdan qoyalarni aksi shunaqangi chiroyli ko'rinyapti. Wow. Qoyalar orqada. Mana qarang. Haqiqiy hotspot. Lekin hech kim yo'q. Hamma yo'l yuqorida bo'lgani uchun yuqoridan ketishyapti. Biz yuqoridan ko'lmakni ko'rdikda, sразу tushdik. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Bugungi kundan ham rozimiz, bugungi kundan ham mamnunmiz. Davron aka, bir ikki og'iz bir narsa deng bugun haqida. Qanchadan biri reja qilyapti-ku, buni Ya bu lekin. meni orzuyim edi. Orzuyim ushaldi, endi ertaga
Nasib bo'lsa yana bitta o'rnini ushaltiramiz. Zo'r bo'ldi. Ancha balanga chiqdik, hozir yana balanga chiqamiz, lekin bilmayapti. Ha. Bu tabiat o'ziga rom qilyapti. Charchoq bo'lmadi deyarli, ha. Rasm video qilamiz deb ko'lchani ustida qolib ketibmiz. Yigitlar ancha ilgarilab ketishibdi. Hozir yetib olsa kerak endi tez-tezda yurib. Yana bir chiroyli joyga keldik mana. Oh. Mashina sari yuryapmiz, lekin yo'limiz tugamayapti. Mana shu ortda turgan tog'ni orqasiga o'tishimiz kerak ekan. Juda ham chiroyli. Ob-havo bugun bizga rahmi keldi. Xudo ishimizni o'nab chiroyli havo bo'lyapti, salqin. Maza qilyapmiz. Yaqin ko'ringan bilan rosa ancha bor ekan-a. Ashta bo'lsa kerak endi parkovka. Mana shu tog'ni mana 3 ta katta qoyasi bor. 11-12 kilometrda aylanib chiqdik. Hali chiqyapmiz to'g'rirog'i. Ana shu to'g'ridagi tog'da 3-4 ta kichik g'orlar bor ekan. Bu yerga kirib rasmlarni, videolarni qilib chiqdik. Bugungi kun juda ham chiroyli o'tyapti. Yana bir manzilimiz bor, ko'ramiz qani. Chiroyli emas. Qanday aka? Juda ham chiroyli. Ana ko'lchani qarang-da, ana. Qaysi? Ana ko'lchani qarang. Anuni aytyapsizmi? Mana. Juda ham chiroyli ekan. Teparoqdan qarasangiz suv shunaqangi tiniq, ko'k ko'rinyapti. Bu emas, boshqasi edi. Maza qildi odam. Yetib keldik hamki, asta sekin yomg'ir tomchilashni boshladi. Hozir endi ko'ramiz qani necha kilometr yurdik. Mana shu qarshimizdagi tog'ni butunlay aylanib chiqdik. Hozircha taxminan 6 soat, balkim 6,5 soat vaqt ketdi deb turibman. Yana ham aniqrog'i hozir mashinalarga o'tirib sekin soatlarga qarab bilamiz. Xususiy mashina bilan keladiganlar uchun maslahat, tavsiya. Aviatsiya klubga a'zo bo'lib qo'yish kerak. Imkon qadar premiumga. Bizda hozir shunday hodisa bo'ldi. Mana bitta ikkinchi mashinada remen uzildi. Tog' ustida qolishdi. Aviatsiyani chaqirdik. Xudo xolasa tezda keladi degan umiddamiz. Kelib, demak, yo'lovchilarda 4 kishi qoldi. Ularni birgalikda olib ketadi. Shunga mos mashinada keladigan bo'ldi. Mashinani tuzatishga harakat qilishadi. Bugun tuzaladigan bo'lsa, hozirning o'zida xudo xolasa mashina bilan uyga borishadi. Agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, ularni pastgacha olib tushishadi. Ustaxonagacha yoki bo'lmasam biror bir mehmonxonaga joylashtirishi mumkin edi, lekin biz yaqinda bo'lgani uchun ularni hozir manzilimizga borgandan keyin mashinada qaytib kelib olib ketishga maslahat qildik. Shuning uchun kimda aviatsiya klubga a'zo bo'lmagan bo'lsa, a'zo bo'lib qo'yishni tavsiya qilamiz. Mana shu pullardan nima deysizlar? Mana zo'r reklama bo'ldi aviatsiyaga. Aviatsiyadan umuman hech narsa olmaymiz biz o'zi aslida, lekin tavsiya. O'zi Ferzi-Xeronlarda hammasi ham qiladi, lekin bizga eng ma'quli aviatsiya, chunki premium
nimasi bor? Hatto vertolyot keladi kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa vertolyotda kelib olib ketar ekan. Alloh bizni yo'llarimizni ochiq qilsin. Xudo xolasa eson-omon manzilga borib olaylik. Bu narsa albatta o'zi noxush holat, lekin bizda yigitlarning birortasini ham kayfiyati buzilgani yo'q. Aksincha tinchlanishga, ya'ni bu narsani tezroq hal qilishga maslahat qildik. Yaxshiki, aviatsiyadan demak klubga a'zoligi bor ekan, shuning uchun mashinada hech qanday muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa kechgacha уже ular ham bizga borib O'rniga mashina qilib beradi aka. balki mashina qilib beradi, bizga borib ovqatga qo'shilishadi nasib Xudo xolasa. Biz borib bugunga nima ovqat qilamiz? Nasib bo'lsa shashlik aka. Nasib bo'lsa mana shashliklarni tayyor qilib turamiz, Xudo xolasa. Go'shtlar tayyor. Pishirishimiz kerak. Ha, go'shtlarni tayyorlab kelingan ekan. Borib endi pishirib tayyor qilib turamiz. Chips bormi? Tepadan oldim rasmga, вообще chiroyli turadi anavi sariq binosi bilan. Mana sariq ko'rsatgan sababi mana shu mashina. Boyagi uzoq tepadan ko'rganimiz emasmi? Ha, ana shu. Molu davlating cheksiz bo'lsa ham Supermarket yopildi endi. Uyga ketaveramiz yo'q. Kecha tekshirganmiz. Weiter vorne auf deiner Route befindet sich ein Blitzer. ko'nglim o'z qasrini Ozgina ovozmi yo